sigaretim ham qolmabdi, pulim ham yo'q. Tinchlikmi, настроение yo'q. Kuni bilan qiyshayib yursan. Kecha bitta qiz. Harakat qilaman kechki paytgacha dorini topib borishga. Shuncha pulni endi qayerdan topaman? Uzr, gapingizni eshitib qoldim. Onangiz kasal ekanlar, adashmasam. Yo'q, qo'yavering, o'zim hal qilaman. Men noto'g'ri emas. Men sizga qanaqadir yaxshilik yoki ehson qilmoqchi emasman. Shunchaki qarz deb hisoblang. Qarz bo'lsa mayli, olaman. Bu meni vizitkam. Pul kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon qilsangiz, ko'rishib gaplashib olamiz. Yo'q demasangiz, uyingizgacha kuzatib qo'yardim. Biz oilada 3 ta qizmiz. Oyim faqat qiz tug'urganlaridan adam bizani tashab ketganlar. Bunaqa nomard erkaklar ko'payib ketgan. Singilarim hali kichkina, men oilada katta farzandman. Tushunarli. Hamma mas'uliyat meni bo'ynimda. Oyim esa 3 yildan beri Nogiron ekan. Uyda o'tarkan o'rtoq. Singlari hali yosh. O'zi rosa mehnat qilar ekan. Как раз. Dachaga olib chiqib ketamiz. Nima demading? Hech kim hech narsa deya olmaydi. Hech kim pretenziya qila olmaydi. Akasi yo'q deding, adasi yo'q. Jimgina ishni hal qilaveramiz. Nima deganing bu? Unaqada Nargizni ham qo'shib olamiz dachaga. Tushunmadim. Senimi gapiryapsanmi? Seningni qo'shsam jahling chiqib qotdimi? Saniki jon qolganiki baqlajonmi? Tushunmi?